Odatda to'ylarga necha pul sarflanadi? Ha, u oilani hujjatidan kelib chiqadi. 15-20 ming. Lekin aynan Samarqanddan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, Samarqandda o'rtacha 3000 ketishi mumkin. Oddiy restoran bilan balki. Shotga qilsa 100 ming dollar. Abi, tez uyuma keling. O'z uyim bo'ladi uyimda. 10 ming, 15 ming. 10 mingdir, 15 mingdir. 10 ming. 11 ming. 15 ming, наверное, 10-15 тысяч. Hamma har xil kissasidan kelib chiqib sarflaydi, lekin o'rtacha 10-15 ming bo'lsa kerak hozirgi kunda. 10-15 Ha, yo'q, puli bor, ko'p qiladi. Puli kam qiladi. O'rtacha, naверное, 10-15 ming. To'yda kuyov sarfani kelin taraf qilish kerakmi, kuyov taraf qilish kerak? Kuyov taraf qiladi. Uyat bo'ladi. Taraflar qanday kelishadi? Meni fikrim bo'yicha kuyov taraf qilish kerak o'zi hamma narsani. Kuyov sarfoni kelin taraf, kelin sarfoni kuyov taraf qiladi. Naверное, shunday bo'lishi kerak. Kelin taraf qilish kerak. Kelin tarafmi? Oldi berdi bo'ladi deysiz-da. Hozir kuyov sarfon o'ziqlar. Kuyov o'zi qiladi. Kelinlikka tayyorlov kurslari ochilsa qatnasharmidingiz? Albatta qatnashardim. Menimcha bu kelajakda har bitta qizga kerak bo'ladigan kurslardan bittasi deb o'ylayman. Uydagilaringiz o'rgatgani yaxshi emasmi? Uydagilarim ham o'rgatishadi, lekin baribir u yerda baribir professional bo'ladi deb o'ylayman hamma narsa. Nimaga? Hali o'qiyman-ku, o'qiysizmi? Kelinlikka tayyorlov kursi ochilsa qatnasharmidingiz? Yo'q, qatnashmasdim. Nimaga? Просто xohlamayman. Yo'q. Nimaga? Foydali emasmi? Chunki o'zi bu bilan yashash yaxshiroq. Hammasini o'rgatadi. Albatta, chunki bu juda foydali deb o'ylayman. Hayot uchun juda ham foydasi katta. Yo'q. Nimaga? Foydali emasmi? Oyim tayyorlaydi o'zlari. Nimaga? Ayam bergan tarbiya yetadi. Ayaz bergan tarbiya yetadi. Yo'q, nimaga? Bilmadim. Foydali emasmi? Foydali, lekin bilmadim, men uni qilishga qiziqmayman-da. U plyus ketishi minus emasmi? Uydagilardan o'rganganingiz yaxshi emasmi? Yo'q. Foydali, ha?